Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, qandaysizlar? Men sizlarga kechagi soatda doim после analiz tashlaysizlar deb aytgan bo'lchiman. Al instrumentni qaysi yerdan qaytib olib qo'yamiz? Mana bu yerda sol joqda instrumentlar turadi. Shu joqdan 5-instrumentga kirib ekanman. 1 2 3 4 5. 5-ning janida mo'kishniki to'shqani bassak, shu yerda mana 1-chi, 2-chi, shuni 2 instrumentga jildiz chiqarib qo'ysak, bu joqqa chiqib qoladi. Men oldindan qo'yib qo'yganman. Bu yerda menda bunday mo'ljalda turadi. Bu o'z joyida bir liniya, o'rtasida uzundu liniya, yıldızağında iki liniya. Bu instrumenti alsanızlar, bayağı açıkanda koya turgan instrument. Bu yerda sizlerden risk rewardınızlarda eseptep bir avtomatik. Qızılı sizlerden sodaga girip, bu jağı stopqa qo'ygan jerinizler bo'ladi. Bu jağı tek profitga qo'yilgan jerinizler. Qaysilerden qaysilergacha barat degan analizlar bo'ladi. Tak. Hozir men bu instrumentni steklegan котировкаga qo'ymoqchiman. Tak. Buni ikkinchisini olmoqchiman. Agarda shu yerga kela turgan bo'lsa, shu yerdan selga deb turib qo'ymoqchiman. Tak. Buni o'ydijoqqa qo'yamiz. Bu jag'ini tak. Bizda maksimum jarayotgan yeri shu yer. Tak. Shunday qilib turib qo'yasizlar. O'sha turib do suratga tartasizlar. Ondan keyin postledagi tartasizlar. Mana shu analizingizda qanday ishladi? Bu bir misal. Qolgan valyutni paragraflar. Ko'ringizlar, nima bilan ishlayapsizlar? Tesla'da bir ko'raylik. Okay. Tesla пока ochiladi ekan. Endi ochiladi bo'lsa dağı ko'rib qo'yaylik. Tak. Bu joqdan ketgan. Maksimum. Tak. Turadi ekan. Misalga unday qilib men mo'ljaldan qo'ymoqchiman. Tak, ochilganda bo'lsa qarab turish kerak. Qo'shqo'shtigini olgan. Shunday olib turib stopni ustiga qo'yasizlar. Shunday olib turib qo'yasizlar. Bu do postlasini ko'rasiz. Shunchaqacha tushib yo'q. Shunday tatolib tashlab qo'yasizlar bo'ldi.